O'lim haq va uning haqligi shu qadar kengki, faqat sizning yaqiningiz o'lmaydi. Faqat sizniki emas. Har birimiz bu dunyodan o'tamiz. Har birimiz oq kafanga inshaalloh o'sha kun kelganida har birimizni oq kafanga o'rab 2 metrlikmi kichkinagina shu chuqurchaga qo'yib, ko'mib, tashlab, qo'l yerga qo'yib ketishadi. Bu haqiqat bu. Biz hammamiz boradigan yerimiz, makonimiz, abadiyatimiz ham tepada, Allohning yonida. Yaratganning yonida. Biz Allohdanmiz va Allohning yoniga qaytamiz. Mana shu haqiqat bor ekan, toki siz yaqin insoningizni yo'qotganingiz uchun depressiyaga cho'kib, qanaqadir hayotingizda noshukrlikka cho'kib ketsangiz agar, siz har gal Allohning iznini, yaratganning istagini inkor qilgan bo'lasiz, rad etgan bo'lasiz.